Assalomu alaykum. Quyidagi aniq integralni hisoblaymiz. Integral 0 dan pi taqsim 2 gacha arctangens tangens kub x dx. Bu integralni hisoblashdan avval quyidagi lemmani isbotlaymiz. Tangens kub x plus arctangens kub x teng pi taqsim 2 ga. Isbot. Bu tenglikni chap qismini tanginisini hisoblaymiz. Tangens kub x plus arctangens kub x teng tangens kub x plus katangens kub x bo'lingan 1 minus tangens kub x ko'paytirilgan katangens kub x. Bu cheksizlikka intiladi. Demak, tangens kub x plus arctangens kub x teng pi taqsim 2 ga. Endi berilgan integralni hisoblaymiz. Berilgan integralni ay harfi bilan belgilaymiz. Bu demak integral 0 dan pi taqsim 2 gacha tangens kub x dx. Quyidagi almashtirishni bajaramiz. X barobar pi taqsim 2 minus t. Bundan dx teng minus dt. Demak, integral chegarasi pi taqsim 2 dan 0 gacha tangens kub pi taqsim 2 minus t minus dt. Demak, integral chegarasi o'zgaradi. 0 dan pi taqsim 2 gacha arctangens kub t dt. Oxirgi integralimiz yuqoridagi lemmaga asosan 0 dan pi taqsim 2 teng pi taqsim integral ostida pi taqsim 2 minus arctangens kub t dt hosil bo'ladi. Ya'ni bu integralni demak 0 dan pi taqsim 2 gacha ikkitaga ajratamiz. Pi taqsim 2 dt hamda mana bu ikkinchi qo'shiluvchi integralimiz ay ga teng. Demak, 2ay teng bo'ladi. Integral 0 dan pi taqsim 2 gacha pi taqsim 2 dt bu teng pi kvadrat taqsim 4. Demak, ay barobar pi kvadrat taqsim 8. Shunday qilib berilgan integral, ya'ni 0 dan pi taqsim 2 gacha tangens kub x dx teng bo'ladi pi kvadrat taqsim 8 ga. E'tiboringiz uchun rahmat.